Sizler şu lagerda körgen, şu dağlık şahsılardan doktor yazıcı dediniz. Şu yazıcı deganlar şu dağlık arbaqlılar deb qo'ymasangiz. So'chinama yazdingiz. Gulbahar Aziz deydigan ayolda 73 ay. O yazgıcı, kitap yazıdı, hem özü advokat bo'lib ishlaydi. Yo'q, Xitoyninki advokat bo'lib ishlaygan ayol. Xitoyning qonuni bilan ishlab yurgan ayol Gulbahar Aziz. Hem yazgıcı kitapları çıktı. Şu ayolni tuttu, o ayolni bichar ayol yig'lab, aşağı ayolm dedi, men o'zim advokat turib, o'zimni qo'g'diyam dedim, qandaq advokat bo'lmayman, bo'lmasa o'zining eri saqchi ekan. Onu nima sababdan tutdi desanglar, onun uydan sen uydimi tapmapti. Sen aşu Mehmet Salim deydigan bir kishi bor, 81 yoshli Mehmet Salim. Mehmet Salimniki sen aşu kitaplarını sen o'qibsan debdi. Keyin bu Gulbahar Aziz o'zi advokat bo'lgandan keyin, men advokat bo'lgandan keyin, qonun bo'yicha ishlayotgandan keyin, men bu Jungo puhrati bo'lgandan keyin men endi o'qishim kerak. Bunu qonunga yatamdimi kitobi, yatmamdi deb. O sizlar chiqqan vaqtda, besib chiqqan vaqtda kitoblarni sizlar qonunga to'g'ri keldi. Ha, bo'ldi deb aytdinglar. Endi bo'lsa, u odam tutib olib, endi bo'lmaydi deb aytsizlar. Men o'sha kitobni o'qidim, advokat bo'lgan keyin desima, uning serh maja kiydirib qo'ydi. Endi u sudga chiqdi. U hozir jazolandi, kesildi. U hozir jinoyatchi gumondor bo'lib yotganiga 1 yildan ishib ketdi u ayolga. Ataqlıq bizning Gulbahar Aziz yazgıcı. Uyg'urlarning bir o'zi 43 yoshda. Yana 52 yoshlik bir ayol, o ayolni tutdi, u ayolni kema uyda nima telefoningda bir narsa chiqibdi dedi. Bir burun yozibdi-ku, shu hayotning bir nima. U ayol o'zi hech qana u dinning ishi bilan yo'q, u Jamila deydigan ayol. U ayol diktor bo'lib televideniyada diktor bo'lib ishlagan, necha yil bo'lib ishlagan ayol, Urumchilik ayol, Jamila deydigan ayol diktor ash ayolni tutdi. O hech qana gunohi yo'q, nima sababdan tutdinglar desam, ya saniyatmi atamdi ularniki bilmadim. Uyg'ur uchun tutdi. Jamila deydigan cho'ng ayollar. O ayol. Yana bir artistlardan chiq ayollar. O 12 muqamdagi bir ayolni, o ayolning ismini unutib qoldim. Bir naqsh etsa, naqsh etadi, kashqin o'tirib ash xans uchun naqsh etadi. Naqsh etsa hamma kamerga teptirib ash 12 muqamda ichidagi qiz aytibdi deb hammamiz tinglashdi. Anda sanda 2 oyda bir, 3 oyda bir ash saqchilama uni yaxshi deb naqsh etkazatdi, xans uchun ash aytadi. Bu ash 12 muqamdagi qiz ash mashada. Yana biri ash Meryem deydigan bir qiz var, onun datsini aytdim, unutib qoldim. 36 yoshli qiz. Partiyaning adimi, partiyaga o'tgan ayol cho'kan. U ayol, u qiz hozir mana Gezitxonda tarjimon Gezitxonda ishlatdi, tarjimon bo'lib, Xitoychani Uyg'urcha tarjimon qiladi ekan. Ash qiz endi u ishqirlar o'qigan, bilimi yaxshi, shunda o'qigan qiz, 36 yoshli Meryem. Ash qizini tutib akirdi. Partiyaga o'tgan, partiyaning adimi. Qanday tutdi desanglar, 16 yoshda qizlar bir-birisiga yupi demdi, vapiyan demdi, birisi bir bilan taqqa vaqtda bir-birisi bergan vaqtda ichida bir naqsha chiqibdi, chekilgan naqsha deydi. Shuning uchun tutib, u partiyadan endi hozir partiyadan nima qildi? Ishida 16 vaqtidagi jinoyat 16 yoshda naqsha chekilgan bir naqsha nimasida baka, telefonda shuni tutdi. Shu qiz hozir men o'qiganlarim ishqirda necha yil o'qiganlarim, aspirant bo'lib o'qiganlarim hammasi bekor qoldi deb hozir tex kesiladi. Serh jilet kiydirib qo'ydi u qizga. Endi u sudga chiqdi. 1,5 yil u turmada yotdi, hozir 1,5 yil chiqib ketdi. 1 yil 6 oy bo'ldi. Endi u sudga chiqdi. Sudga chiqib qancha yil kesildi tex belgisiz. U qachon sudga chiqdi, uni belgisiz. Serh jilet kiydirib qo'ydi ularga. Meryem deydigan qiz. Yana oy desam 1 yil desam bu atlarni u tugmaydi. 160 ming odam ash Urumchidan tutdi. 160 ming odam bilan hammasi bilan yetib chiqdim. Nimishga desanglar, har bir hafta yen qizlar akasi bizga kirgizib, biz bir-birimizni yo'tkaydi. Kamerga yo'tkaydi, kamerga yo'tkaydi. Yana bir qiz doktorxonada ishlaydigan, milliy tibbiyotda ishlaydigan bir Riyongul deydigan qiz.
çoğun sistralarning boshlig'i shu Urumchilik 2 bolasi bor. Aş Milliy tibbiyot aş hammalar bildi aş Benjan'ın endi bir Milliy tibbiyot Uyg'urlarning doktorxonasi bor. Aşaqda hammasi biladi uni. Riyangul ço'ng sistralarning boshliq qizi. Aşnima sening telefoningda bir chekilgan bir nim chiqibdi. Bir nimlar chiqibdi, hamda bir yozdi o'sha chekilgan naqsh chiqibdi, bir nim chiqibdi deb u qizni so'lab qo'ydi. Nimda jinoyatchi gumondor deb 1,5 yil bo'ldi u qiz mashaqda serg jilet kiydirdi. Undaq doktor bu qaytim chiqib tutganlar hammasi Uyg'ur baylar, hammasi bilimli, bilimi jiq qizlarni tutdi, doktorlarni jiq tutdi. Doktor qizlarni yomon jiq tutib ketdi. Ishqirda 3-4 o'qigan doktor qizlar bir hafta qoldi doktorlikni tugutib, aspirant tugutib bir hafta qilib diplomni oldigan vaqtda u qizlarni akirib so'lab qo'ydi. O'qib tugutib u qiz yig'lab ketdi. Nimishga desanglar, u shu nimniki jutning qizi ekan. Meni ota-onam bizning 5 jon, men hamda birini bo'lsin o'qitayli deb ota-onam topgan pullarni hammasini meni o'qitdi. Endi 5 yil o'qib aspirant bir hafta qolgan vaqtda mana hozir mana hech nimam yo'q, ota-onamniki men axlamadim deb ash qiz o'z vayatlab o'tirdi. Nima desanglar, asha sizlar hamda yosh bo'lgandan keyin ashada o'qigandan keyin sizlar bir-biringlarga asha telefonda nimalarni o'rganibsizlar, ani qilibsizlar, mana qilibsizlar deblar bir-biringlarga yo'q aybni ayblablar, qilsa yo'q bir odamlar sen telefon qilibsizlar, sening telefon nomeringda bir odamniki telefoni chiqdi, sen uni nimishga telefon nima uchun berilgilik, bir-birimiz telefon qilgan. O yaxshi odammi, yomon odammi, qayerdan bilamiz? Yomon odamlar yo'q u yoqda, hammasi yaxshi odam. Hayot o'qisa, Qur'on o'qisa, kichik vaqtda dindikini o'qisa, ashlar hammasi yomon deb o'ylaydi Xitoylar. Ash jinoyatchi gumondorlar o'tgan lagerning ichidagilar hammasi shu dindikini o'qidi, Qur'on o'qidi, hayotlarni o'rgandi. Shu nima bilanlar hammasi serg jilet kiydirib, sotga chiqdiganlar. Tek gumondor bo'lib 1 yil 2 yil tug'an qizlar 2 yil gumondor bo'lib tek surishtirib atadi, ularni tekshirib atadi. Nim tekshiradigan nimga u bir hayot yezib yo bir telefon qilganiga 2 yil tekshirib atadi. Lekin hozirgi xalqaro qonuniyatdan Xitoyda misol hozir chet eldan bir odam berib, Qozog'istondan Turkiyadan yo bo'riga o'pka almashtirganda bo'lsa 5 kun ichida almashtirib tayyor o'qib bag'imda jigal bag'imda mushaqtimi ismim xalqadan bunurg'im muxbir qiz qiladi Uyg'urning ish ko'rak azal elib badin qarashbek chiqib Xitoyga anlatdi, bir necha Xitoylar chiqib yaqin xabarlar muloqotda mashto'g'isda qon tekshirishda umumiy avval bakan hamma da'vatchilar ba'zi kelganlar. Shunda bir gumon qilgan odamlarimiz bor ardosh misol shu ishvog'ini elishni ish qilgan bo'lishi mumkin, yo'qib ketgan aroldagi qizlar gumon qilganlar. Undaqlarni men nim qilmadim, gumon qilmadim, undaqlarni ko'rmadim, bilmayman. Lekin ama sizden bilyaptim, yo'qib ketgan o'sha eshiklar tekshirib eshiklar siz ko'rmagan unda. Undaqlar endi kunda bo'ladi. Undan so'roq qiliblar chiqib ketdi. So'roqmi demaydi, ismimizni ataydi. Ismimizni ataydi. Ya u soqchilar sen so'roq qapirimiz, doktorga apirimiz demaydi, unda gapmi qilmaydi. Ismimizni ataydi. Ismini atab palonchil degan vaqtda biz dol deb jugurib bormiz. Aşağıda tömeshikda qo'limiz qimdaqlik qilamiz, ko'zni kirgizdi. Qalqon upaqni kiydi, tömeshikni aşqa vaqtda putimizga kishansib ochiq ketdi. Biz nimda kirgandan keyin, misol men so'roq chiqib kirsam, kirgandan keyin meni aski qizlar deyman. Men so'roq 2 soat, 3 soat men so'roq qildim. So'roqdan kirib, men so'roq chiqdim, ya taloq chiqdim, ya taloq chiqsa, u yer kamerlar yo'q, ular zo'laydi, undaqchi zo'rlik qildi. Agar ichiga kirsam, kamerga bayalar kirsam, aşağıdan kirdim, men sirtga chiqdim, ya ichiga kirdim deb shu gaplarni biz deymiz. So'roq qildi, palonchi so'roq qildi, pistanchi so'roq qildi, mandaq dedim deb deymiz. Biroq kirmagandan keyin u nega ketdi, nim ketdi, yo'q deymiz bo'ldi. Bilmaymiz. Men oxirgi kuni aytadigan kuni bizni hozir men u gapni desam, hozir o'zim nomus qilmay uni deshga bizni oyoqda radioda, kichkina radio va anglitiblar bizga hammamizga dedi.
оборын тарапқа там тарап қарап hammalar 3 қатар болып отырыңlar деді. 1 метрлік еге біз 3 қатар болып аш тамдың мына ярмысығыш отырмыз, ішік тарап кішкенен бош қалды, 3 метрдек бош қалды. Төмешікіне енді. Там тарап қарап отырыңlar дегенде, бүгін енді тәкшірген вақытта құрбан етінің 3-ші күні. Құрбан ет түгеп, 3-ші күні бізіне hem kamerdikilerde hem de radyodan dedi. Hem onlar tam taraf karab otururlar. 3 qatar болып dedi. Biz 3 qatar otağa vaqtda ben birinci oturuptum ben. Oturup yotqanlarını, o jırtıq yerlerini hemsini tekşirip aşağıda bir qağazlar, hayatlar çıqam dekin dep o hayatlarını qoqudu. O hayatda nim qoqudigan, nim hayat kene, ular nim qoqudu kene. Şu aşılarını yazmışsın dep, aşı tüş yotqanlarını, tüş yerlerini aqtırıp, aşı yotqanlarını asıllarını aqtırıp, yotqanımız bir 9 tal yotqan var. 9 tal yotqanı hemimiz aslımız kısalımız yıpınığımız yok. Ya nim qılmasın, aş 1 metrlik yerde 4 adam yatmız, mesela uzunluğu yatmız. Orun yetmesin. Aş bir yotqanı sep. Mening hazır hem bellerim ağrıydı, hem yedi yattım. Bir yotqanı sep aslımızda ılqımandaq ılqı. Nim deydi? Çazdım, nim deydi? Ilqı kafil deymiz qımız. Soğ, tütüm nimde yasıған. Aştım tepsi bir tal yotqanı sepli yatmız. Nimişka yedi kiçikten bolsun erkek yatmız, ayaqda yaman sıqılıp ketmizdi. Şunun ki meni soğ ütüp ketdi bizni. Soğ ip ketdi aşaqda. Aş şu axır günü Aşta 3 qatar oturulады дейді, мен 5 жыл ашта отыратын. Бұла деген йотқалы, жытық йотқаланы әмейен тәкшіріп, әмейен алқы бұлығын тұқақларын тәкшіріп, обырыншыларын тәкшіріп, киім-кечектерін тәкшіріп, кейін әскі 4 адамдың кейін олады дейді. Мен әмді мында отырмыз біз, яқ қарап, отырып, отаға вақта ашы 4 адамдың ақырдың, ішік тараптың татып, 4 адамдың тәкшірді. Кейін тәкшірген вақта, кейін менің ысмымны атап қалды. Mening ismimni atiga vaqti, menim tekshir aytganda deb men oyoq beshi tursa, menim tekshir aytganda deb yeni kelib, men qo'rqib tekshirgan vaqt biz qo'rqimiz. Kelib, aski men menim tekshir aytganda deb mana koptamni yeshay deb mashta qilib, seriq koptamni yeshay deb mana qilsam, "Yo'q, seni so'roqqa teshin" dedi, so'roq dedi. Ha dedim, shu ko'z oldimda Maryam hojim, 62 ga kirgan Maryam hojim. Halqa saqchilar hammasi 10 tal saqchi ayollar kirdi, oyoqda 3 tal harbiy Avtomatlar bilan turdi. 3 tal harbiy, 3'si mandaq, bir-birisiga mandaq düglak bo'lib elib, birisi u yoq qaragan, birisi ishib qaragan, birisi mayoq qarab atgan harbiylar turdi. 10 tal saqchilar bizga kelib bizni tekshirib atgan ayollar. Keyin bir Maryam hojim degan hozir tek ko'z oldimda shu oxirgi ko'rgan kunim shu, ya qizlar qo'shimda alamay qoldim. Maryam hojim qarsam, mushu kiyimlarini yeshib, qip yalang'och bo'lib turibdi. Halqa asl tarafga Burnumdan tıkmamısın dep maçtan 3 ketim ot ağızıp, qip yalang'och 3 ketim ot ağızıp tug'izib atırdı. Şu ko'z oldimda. Aştaq necha ketim bizni 62 yoshlik ayol. Qip yalang'och bir o'n emas, qizlar erkekmigan qizlar aştaqlarni ko'rib nomus qilib kashkichig'laydi. Aşa bizni alnimiz tek turib biz maçtaq qiladi. Aştaq tekshiradi bizni har oyda bir ketim maçtaq qip yalang'ochib 3 ketim ot ağızıp tug'izib ot ağızıp aşa hech qanday kiyim bo'lmadan. Hech qanday kiyim yo'q aştaqdim. Aski men aşa ya xo'sh delemay qol. Ya meni so'roqda akirdiga deb o'yladim. Keyin aşa oxir kuni shu bo'ldi, shu tekshirayotgan vaqt menim tekshirayotgan deb maçtan kiyimim yeshay deb bundoq oldiga berib soqchilarniki men hamda xon suchi bilmaganki, xitoycha bilmaganki, ko'ynegim yeshay deb maçtan qilib edim. Ya seni teshin dedi. Oyoq basam 3 harbiy turdi, avtomatlar bilan meni qo'limni maçtan qo'ysa odatda manda qiladi. Shu kuni maçta qilib, aqam qilib, putumga kishan serib, qar qalpoq kiyib, ochiq ketdi. Ochiqib, talaga chiqib, so'roqchilar deymiz, o so'roqchilar aşağı saqchilar qo'y. Keyin sen hozir doktorxonaga apirib sening salomatligini tekshiramiz, sen az qoldi, chiqib ketsa dedi. Ha, bo'pti deb doktorxonaga bordik. Doktorxonaga apaga vaqti yana shu harbiylar, avtomatlar bilan 3 harbiy, bir meni yolg'iz apadi. 2 so'roqchi, 2 saqchi, cho'ng yo'g'on mashina tömesi var, tömesi nim qilib. 3 harbiy avtomatlar bilan meni doktorxonaga apadi. Doktorxonaga apirib, sen 2 kun yat, kichkina nim qil, keyin bir hafta chiqib ketamsan, ya 10 kun chiqib ketamsan, az qoldi chiqib ketsa dedi. Men endi, yo'q, meni ash lagerga aparitinglarmi, doktorxonada yatmayman dedim. Yo'q, yatmasam bo'lmaydi deb. Men endi shu vaqtda bilmayman chiqib ketadiganimni. 2 kun meni yana qarab, qon besimni o'lchab, qon besim dorilarni berib, vitaminlarni berib, qonlarimni elib, ham yerimni yaxshi tekshirib 2 kun. 3-chi kun bo'lgan vaqtda meni bo'ldi, ko'zim taqmasdan chiqirib etdi meni. Ko'zim taqmadi. Nim bo'ldi meni? Yana tekshiramizlar, doktorlar desam, yo'q.
деп ішкі сорақчы. Я, сен қожал болмамсың, сен болды, ақыландың шығып кетсе деді. Мен талаққа шыққан вақыт өкіріп, бақырып жығыла кеттім. Бая, үзем ішенде, рас мы яғам болсам, рас болды, үзем кесіп алып болды деп. Я ішкі күн ең докторханаға ятақ апырып, ішкі күн яқшы тамақларын беріп, шашыларымда ақыр кеткен шашыларым бояп, кішеккіне әкіліп, кей елға аста сеп қойды. Болмысы аш қызла білем, бір жыл 3 ай 10 кейіп, бопты қызла, қош деп қаламыдым аш қызлаға. Кеткен күні аштақ тәкшіріп, көз алдымда шу көз алдымда тұрды. Көз алдымда аш қызлардың арылған вақытта аш қызларының ісімен деялеміз қазір. Деялаймын. Білдеп бәген басыңыз. Деялаймын. Бірісін еті Патыгүл, бірісін еті Бузорем, бірісін еті Бухелчем, бірісін еті Арзугүл, бірісін еті Мәриям Ачым, бірісін еті ой, азыр мұны бір жыл. Кемесі қазір ұйқыңыз кәледі бір? Азыр еқін аралашып атқа, еқін әді сыңылдай болып кеткен азыр. Азыр менің қиырынышымды ме еқін болып кеткен. Бай дедім ғой анымнеке. Мен başçısından var. İnsan kayığında da var. Onda bir daha sinirleri öyle çıkınca arma oldu. Birisi eti Arzugül, birisi eti Melikem. Melikem deydiğen biri yaxşı tutup. Ayturgan. Hazır. Ayturgan, birisi eti Urnisam deydiğen, onun iki oğul, eri, özü, töte aşı nimde, lagerda, cinayetçi kumandarda tehi. Hazır, model bu işlegen kız, eri, Dilşat, boksör, boks bu işlegen aş kız, onun ismi hazır, ben deyim hazır. İsmini unutup kaldım, hazır, aş kız mı ba, Cemile, Gülbahram, Özbek, yazgıcı Aziz Gülbahar, yanı birisi ba, aşı Ürümçi'de tuğulup, üsken Gülbahram deydiğen çoğun ayal, 62 yaşlık ayal, aşımı Özbek deyip yazıqlıq, aşım hiç kana günahı yok. Bir günahsı kızı Amerika'da okuydu, şu kızım Amerika'da okuydu deyip aşı anısını tutup aldı. 62 yaşlık teqba, aşı ayalmış ğılap atıdı. Hazır nemine gel. Kambarnisa un balsığa un ekpe bir uydu sarangi tügep kaldı, un tügep kaldı dese sen başka birini dedin deyip Kambarnisa ba yana Tajnisa Tajnisa deydiğen çokan ba yaxşı arılışılık alladın. Karishma deydiğen bir kız ba. Eri Pakistanlık ke şu erin Pakistanlık deyip akır koydu Karishma. Keyin hazır kız eri boksör Dilşat'ın ayalını eti model bu yaş vakti model bu işlegenke hazır 5-ci aşı mektepte muallim bu işleydi. Onu ben biledi şundak yaxşı. Hazır onun eti aşkın ayetini unutup kaldım. Yaxşı kız olma. Meryem deydiğen kız ba 36 yaşlı kız. Yana hazır. Okutukçadan çıkmadınız mı? Okutukça, Riyangül deydiğen doktor kız ba. Riyangül deydiğen. Turgunay deydiğen kız ba. Riyangül deydiğen doktorda sistra bu işleydiğen kız. Milleti bebette. Sen milleti bebet işleysen deyip akır koydu. Milleti bebetin cık nimelerini akır koydu. Bu da kızı sap doktorlarına akırdı. Sap doktor kızlarına, ne küçük kızlarına akırdı. Okuşunu tüketken, okuşunu tüketip bir ay işleyken kızlarına. Sap doktorlarına, bu da kız sap doktorlarına akırdı. Ne sebepten bilmeyimiz. Melikem ba Kazakistan'ın mallarını sattın da. Melikem ba kızına etti. Rızvan Gül ba.
Defterge hammasini yezib qo'ygan, hammasini qandoq nimalar bilan hammasini. Hozir kichikgina o'zim kayfiyatim. Bu charchadim. Bugun jatoq. Siz bir oramayla onu